Bolalik paytimda uyimizga menga yangi ona olib kelmoqchi bo'lishdi. Yangi onamning uyi bizning uyimizdan 4-5 uy narida, o'zimizning mahallada edi. U yerga kattalar meni ham olib borishdi. Esimda stulda o'tirgandik. O'sha paytlari iris konfetlar bo'lardi. Kimdir o'sha konfetdan bir siqim hovuchimga solib qo'ydi. Mehmondorchilik tugab, yangi onamni olib ketdik. Ularning otalari Ergash bobom asli Toshkentlik, onalari Halima enam tatar millatiga mansub ayol edilar. Halima enam bir gal menga bobong meni armiyadan olib kelgan degan edilar. Halima enam kichkina bo'yli, chayir, chaqqon ayol edilar. Shu bilan birga mehnatkash, bellaridan fartiq tushmas, hovlilarning orqa eshigi yonidan ariq oqar. Shu ariq hozir ham bor. O'sha ariq bo'yida abdastami, choynakmi, nima idish bo'lsa qumlab, oppoq qilib yuvib o'tirar edilar. Boshlarida doim sinkalangan oppoq duralari bo'lardi. Ba'zan sigir sog'ib tog'orada qatiq o'tar edilar. Maktabga bormagan kunlarim ba'zan shu qatiqni sotib kelib olam der edilar. Qatiqning yuzida doim oppoq doka yopilgan bo'lardi. Bitta stakan, bitta yog'och qoshiqni olib, ko'chamiz boshidagi bozorga qatiqni olib borib sotib kelardim. Keyin ular menga 20 tiyinmi, 30 tiyinmi pul berardilar. Marujna olib yeysan der edilar. Shunday qilib onamni uyga olib keldik. O'sha paytlari boshlang'ich sinfga borganman. U paytlar hozirgidek sumka tutmaganmiz. Hamma sinfdoshlarim qatori men ham latta sumka tutib borganman. Qip-qizil katta guli bor sumka edi. Shu sumkani onam tikib berganlar. Ular Toshkentda tikuvchilik kursini bitirgan ekanlar. Sumka bilan birga har kuni siyohdan va piroli ruchka ham olib borardik maktabga. Hamma darsda o'sha siyohdonimizga piroli ruchkamizni qitir qilib botirib daftarimizga yozar edik. Bir marta o'sha siyohdondan siyoh sumkamga uyga kelgunimcha to'kilib, latta sumkam ko'k siyoh bo'lib ketgan edi. Onam boshqa yangi sumka tikib berganlar. Ular juda ham qo'ligul chevar. Mahallamiz ayollari, boshqa ayollar ham ularga ko'ylak lozim tiktirib ketishardi. Ular osh-ovqatga ham juda pazanda edilar. Ular 4 ta farzand ko'rdilar. O'sha farzandlari ukalarim qatori meni ham qarab parvarishlab voyaga yetkazdilar. Qish kunlarim sovuqda maktabdan kelsam, issiq pechkani bir chekkasida mening ovqatim ham issiqxona bo'lib turardi. Balog'at yoshiga yetganimdan keyin menga ovqat qilishni o'rgata boshladilar. Masalliqni qancha ko'p qovursang, ovqating shuncha shirin chiqadi der edilar. Keyin taxmanga ko'rpalarni tekis qilib yig'ishni, uy ishlarini, bilmagan narsalarini ham o'rgatar edilar. Qiz bola birovning xasmi, onasi o'rgatmabdi deyishmasin, o'rganganing o'zingga-da der edilar. Voyaga yetganimdan keyin turmushga ham uzatdilar. O'g'illarimni uylab, qizlarimni chiqarganimizdan keyin ham bilmaganlarimni o'rgatib, to'ylarimizning boshida turdilar. Hech esimdan chiqmaydi. Dadam rahmatli o'tib qolgan kunlari ham, uchlari bo'lgan kuni ham uyga maxsus kalish kiyib borganman. O'sha paytlari azaga hamma maxsus kalish kiyardi. O'sha uchlari kuni borganimda onam meni ichkari uyga imlab chaqirdilar. Dadang tushimga kiribdilar. Dilbarga boshqa maxsi ber. Maxsi eskirib qolibdi dedilar. Mana bu maxsini kiyib ol deb shkafdan boshqa yangina maxsi olib bergandilar. O'shanda yig'lab yuborganman. Keksaganlardan keyin onamning ham toblari qochib, yuraklari og'rib tez davolanib turar edilar. O'tgan ketganda menikiga ham kirib xabar olib ketay dedim deb o'tirib ketar edilar. Vafotlaridan oldin 3 kun oldin ham keldilar. Kelinlarim yangi kelin, uyga kiring buvijon deyishdi. Shu yerga o'tira qolay deb hovlida bir paskana o'tirib, yaxshi ekansizlar. Mayli, endi men boray deb chiqib ketgandilar. Shu onam meni mehnatga, hayot sinovlariga, turmush mashaqqatlariga sabrli, bardoshli bo'lishga o'rgatdilar. Ular 67 yoshlarida vafot etdilar. Men shu ayoldan, shu insondan, shu onamdan bor umrim bo'yi minnatdor bo'lib yashadim. Ilohim, go'rlari nurga to'lsin, joylari jannat bog'chalaridan bo'lgan bo'lsin. Ularning mehnatlari, muhabbatlari oldida hamisha ta'zimdaman. Dunyo bo'lib yaraldi nechun? Ruhimni tilkalaydi dardli tug'yonlar. Men uchun g'amlar uchun yaraldim. Ko'ksimda yuragim emas, laqcha cho'g'onar. Ayriliqning azobi yomondan yomon. Yana qayta yangilandi barcha dardlarim. Men nechun g'amlar uchun yaraldim? Nahot sizni yo'qotdim men, qadri balandim.